Dunyodagi eng ko'p jahon chempionatiga yutgan futbol terma jamoasi qaysi? Braziliya, Bo'ladi, davlatlar ularga qo'yamiz. Eng boy futbol klubi qaysi? Real Madrid, Real Madrid va Manchester City. Bularga qo'yamiz. Futbolchilar nega sariq kartochka oladilar? jarohat, jarima yetkazganda yoki o'yin qoidasini buzganda. Ogohlantirish uchun. To'g'ri, bularga qo'yamiz. O'zbekiston Superligasidagi eng mashhur klub. Paxtakor, Ikkalariga ham qo'ymaymiz. Futbol o'yini nechta bo'limdan iborat? ikkita. To'g'ri, ularga qo'yamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasining laqabi nima? Oq bo'rilar, To'g'ri, ularga qo'yamiz. FIFA Jahon Kubogi har necha yilda 4 o'tkaziladi? yilda. Qaysi futbolchi eng ko'p gol urgan? Ronaldo. Ikkalari ham to'g'ri javob berishdi. FIFA nima degan? FIFA Jahon futbol assotsiatsiyasi. Dunyodagi eng ko'p futbol jamoasi qaysi davlatda? Eng ko'p futbol jamoasi bu Angliya klubi. To'g'ri, bularga qo'yamiz.